Assalomu alaykum. Akalar, mana bu tandirlarimiz bitdi. Polностью kafili bilan. Bu yerda mo'yka bo'ladi ekan, рабочий stol bilan. Mana bitta filaga pechkani usti, eshiklar bilan termostoyga kraskalayapti. Bu qozonlar rossiyskiy, eshiklar o'zimizniki. O'sh bishkek. Mana qozon ham rossiyskiy. Bu qopqog'i Xitoyniki. Katta qozonga qopqoq bo'lmaydi, rossiyskiy qozon. Qolgan qozonlarga qopqog'i bilan bo'ladi Rossiyaning qozoni. O'zimizning qozonlarda qopqog'i yo'q. Kafillari bilan bitta O'shda, Jidalikda. Jidalik degan joyda. Tandirni yaqinroq olib ko'rsatamiz hozir. Ushab turib ketdi. Tandir qurmoqchi bo'lganlar mo'risini yaqinroq ko'rsat deganlarga mana mo'risi. Mana. Mana shu mo'risini ichi. Tashqari simon bilan ko'tarilib ketyapti. Senalarini aytib qo'ylar deganlarga 4000 so'mdan boshlab 12000 so'mgacha bitta ko'zi, bitta tochkasi o'choqlarimiz materialni bersa. Mangallarimiz 10000 so'mdan boshlanadi. Tandirimiz ham 10000 so'mdan boshlanadi. 10000, 20000, 40000 gacha tandir bor. Agriporni tandirlar 40000. Tandir o'choqlar mana materiallar o'zimizdan bo'lsa borib hisob kitob qilib aytib beramiz. Tandir qanaqa almashadi, hamma yo'q buziladimi deganlarga. Chang bo'lib ketmaydi, bulardan bosib qo'ydi, o'zi yopilib ketadi. Mana yerda almashadi tandir. Mana shu tepasida almashadi. Tandir buziladi mana yerda. Mana devorlari qoladi. Tandir mashadan tushadi. Mashadan chiqadi. Sig'adi tandir. Tepa tarafidan tandir qanaqa almashadi deganlarga. Mana shu tomondan.